Assalomu alaykum. YouTube kanalidan bizni kuzatayotgan Kia Buxoroning ashaddiy muxlislari. Bugun sizlar bilan Kia Selts'ni to'lov usullari, pozitsiyalari va farqlari bilan tanishtirib o'taman. Kia Selts 4 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 399 million 400 mingdan 449 million 400 minggacha hisoblanadi. 2 atmosferli motor, 1.43 ga ega. Atmosferli motor bo'lganligi uchun yoqilg'i turini umuman tanlamaydi. Metan, propan, sakson benzinda ham harakatlanadi. Gaz uстановkalari o'zimizning Kia Buxoro avtosalonida servis xizmatida bor. 3 yillik garantiyalari bilan gazlarni ham uстановka qilib berishimiz mumkin. Xo'sh. Kia Selts hozir ko'rib o'tirganingiz bu 4-pozitsiya hisoblanadi, ya'ni eng full pozitsiyasi. Narxi 449 million 400 ming so'm. Hop. Faralari LED farada bo'ladi o'zi. Mana qo'shlari ham LEDda yonadi. Tubankalari bor. 18 razmerli quyma sakadiskada bo'ladi. Balonlari ham kumho, yumshoq balonlar hisoblanadi. Bezko'lchoy do'st bor. Slipoy zonalari bor. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak agar, salon qismida avtomat korobka hisoblanadi. Luklari bo'ladi. Sensorli datchiklari bor. Hop. Multimedia boshqaruv, cruise control rulda. Pametli sirenalar elektron hisoblanadi. Xo'sh, akustikalari 8 ta kolonkadan iborat bo'ladi. Hop, monitor, elektronli tablo, proyeksionli tablo, start stop deyiladi. Avto doj, avto datchik yorug'ligi, hamma funksiyalarga ega avtomashina hisoblanadi. Klimat kontrollari ham 9 zona hisoblanadi. Old orqa patroniklari bor, zatni kameralari bor. Monitorda zatni urgan payti o'zi avtomatik ko'rsatadi. Sidena abagriff, abduf, rul abagriff. Xo'sh, passajir tomonda ham, orqa sidenalarda ham abagrifflari bo'ladi. Ruchnik elektronli bo'ladi. Avtohol sistemasi bor. Avtohol sistemasi ko'pincha kerakli ish vazifalarini bajaradi. O'zingizni tormoz bosib o'tirganida noqulay his qilmasligingiz uchun mashina to'xtagandan keyin tormozni oyog'ingiz olib tursangiz bo'ladi. O'zini saqlab turadi va gaz bosgandan keyin harakatlanishda davom etadi. Hop. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, mashina 5 kishilik hisoblanadi. 5 kishini o'z bag'riga sig'diradi. Mana orqada ham abagrifflari bor. Oynalar o'zi qoraytirilgan holatda keladi. Orqa tomon ko'rinishga ketadigan bo'lsa agar, bagaj qismi o'zi elektron avtomatik ochilib yopiladi. Hop. Zapaska balonlar ham o'zini razmer baloni, o'zini sakadiskasidan bo'ladi. Hop. Detsk rejimlari bor bagaj qismida. Qo'yib qizmaysiz, biror joyga qo'yganda qismaydi va apparatni orqaga qaytadi. Bagaj qismi 443 litrni o'z bag'riga sig'diradi. Bak o'ziga 50 litr benzinni sig'dira oladi. Hop. Bundan bu full komplektatsiya hisoblanadi. Bundan pastki qismlarda 3-pozitsiyada hop, farqlari pamять sideniya, qo'yibsiz. Sidena abduf, orqa bagajlar ochilib yopilishi ruchnoy bo'ladi. Farqlari shular, uncha ko'p farqi bo'lmaydi. Sakadiskasi 1 dan 3 pozitsiyasigacha 17 razmerda, 4-pozitsiyamiz 18 razmerda bo'ladi. Hop, motor qismini tanishtirib o'tadigan bo'lsak agar, Dons koreyskiy motor hisoblanadi. Hop. 2 atmosferli motor, 1.40 ta o't kuchi bor. 150 ming kilometr yoki 5 yilgacha motor qismiga garantiyalari bilan mashinani xarid qilasiz. Hadoy qismiga keladigan bo'lsak agar, mashinaga 70 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiya beriladi. Kia Selts shahar ichida yurish uchun eng qulay mashinalardan biri hisoblanadi. Kompakt mashina.
Расходы ekonomishni 100 taga atigi 7 ta 7,5 litr shaharning ichida расход qiladi. Dalnida bo'lsa 3,5-4 litrgacha ekonom qilib yo'qolib turini sarflaydi. Hop, mashinani to'lov usullari haqida gaplashadigan bo'lsak agar, naqdga, avtokreditga yoki рассрочкаga xarid qilishlaringiz mumkin. To'lov grafiklarini hozir kompyuterda ko'rsatib o'taman. To'lov usullariga keladigan bo'lsak agar, hop. Birinchi paytamizning narxi 399 million 900 ming so'm hisoblanadi. Boshlang'ich atigi 30% to'lov qilsangiz, ya'ni 119 million 970 ming, qolgan qismini 0% bilan 1 yilga xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lov 23 million 327 ming 500 so'mdan chiqadi. Agar boshlang'ich to'lovni 50% ga amalga oshirib, qolganini 2 yilgacha рассрочкаga oladigan bo'lsangiz agar, 199 million 950 ming to'lov qilganingizdan keyin yana shuncha qarzingiz qoladi. Qolgan 2 yilga 8 million 331 ming 250 so'mdan oylik to'lov chiqadi. Agar siz bu muddat ham kam deydigan bo'lsangiz, boshlang'ich atigi 60% to'lov qilib, ya'ni 239 million 940 ming to'lov qilasiz, qolgan 159 million 960 mingini 36 oyga, ya'ni 3 yilga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Oylik to'lov atigi 4 million 443 mingdan chiqadi. Xo'p, yo'q, boshlang'ich to'lovim kamroq, lekin muddatini ko'proqqa olaman deb mashinani xarid qilmoqchi bo'lsangiz agar, boshlang'ich meni 30% to'lab, hech qanaqa kafillarsiz, hech qanaqa rasmiy daromadga ega bo'lmasangiz ham bitta pasport evaziga chiqadi. Yilliga 17% bilan 5 yilgacha xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lovi 6 million 956 ming so'm 982 so'mga chiqadi. Xo'p, qolgan qarzingiz oladigan muddatingizga qarab foizlar hisoblanadi. Muddatini kamaytirganlaringiz sari imtiyozli avtokreditlarning foizi ham pasayib boraveradi. Imtiyozli avtokreditlarimiz boshlang'ich to'lov va tanlaydigan muddatingizga qarab 1% dan 18% gacha 5 yilga o'z nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin. Hop, eng full paysasini bitta hisoblab ko'ramiz. 449 million 900 ming. 30% beryapsiz, qolgan 0% bilan 1 yilga. 135 million to'lovni amalga oshirib, qolgan 1 yilga 26 million 244 ming so'mga xarid qilsangiz ham bo'ladi. 50% ni to'lab, qolgan 2 yilga ham xarid qilsangiz 9 million 372 mingdan. 60% ni berib, qolganini 3 yilga xarid qilsangiz agar 4 million 998 ming so'mdan chiqar ekan. Imtiyozli avtokreditlarda xarid qilaman desangiz agar 30% ni amalga oshirib 17 bilan 5 yilga xarid qilsangiz 7 million 826 ming so'mdan chiqadi. Kia Sales modelimizga, Kia Buxoro avtosalonida to'lov usullariga qulayliklar juda ham ko'p. Xo'p, рассрочка deysizmi, imtiyozli avtokreditlar deysizmi yoki naqdga chegirmalar asosida xarid qilmoqchimisiz? 40 million so'mgacha chegirmalari bor. Naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki обычный avtokredit qiladigan bo'lsangiz ham skidkalar amal qiladi. Kia nimaga aynan Kia Buxoro avtosalonini tanlashim kerak? Nega Kia Buxoro avtosalondan borib, rezidensiyaning yuzma-yuzidagi avtosalondan borib, Kia'ni xarid qilishim kerak deydigan bo'lsangiz, bizning avtosalonimizda birinchidan bankimiz o'z ichida, kassalarimiz avtosalon ichida, hech qayerda ovora bo'lmaysiz. Bonuslar sifatida radiator setka, kartezajda tonirovkalarni qo'yishtirib, mashinalaringizga garantiyalar asosida o'rnatib beramiz. Xo'p, Kia Buxoro avtosaloniga keldingiz. Mashina yoqdi. Qancha vaqtda olib chiqib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz agar, maksimalni bank tomonidan yoki o'zingiz tomonidan, hujjatlar tomonidan muammo chiqmasa agar, bizning avtosalonda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. 1 soat, maksimum 2 soat ichida o'z nomingizga rasmiylashtirib, mashina haydab chiqib ketishingiz mumkin. Viloyatdan keladigan mijozlarimiz uchun yana bonus sifatida gostinitsa xizmatlari, kechqurungi ovqat, Buxoroni aylantirish, bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, Kia Buxoro avtosaloniga kelasiz, mashinani tanlaysiz, xaridni amalga oshirib chiqib ketishingiz mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like qo'yasizlar.
Xo'p, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring. Yana qanaqa ma'lumotlar kerak yoki keyingi videomiz qaysi avtomashina haqida bo'lishini yozib qoldirsangiz, bizlar kommentariyalarni o'qib turib atvet qilamiz. Xohlasangiz Kia olaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, ularga jo'natib qo'yishni aslo unutmang. Kia Buxoro avtosaloni manzili Gazli shassisi birinchi uy hisoblanadi. Karvon chorrahadan Guliston svetoforga boraverishni o'ng qo'lda yoki rezidensiyaning yuzma-yuzida. Ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz agar lokatsiyalarni ham tashlab beramiz. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.